Respublikamizda keng miqyosda o'tkazilayotgan 15-sentyabrdan 15-oktyabrgacha yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi oyligi davomida Mirobod tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi Toshkent davlat transport universiteti talabalar turar joyida amaliy mashg'ulot o'tkazildi. Ushbu mashg'ulotda talabalar turar joyida shartli ravishda 3-qavatdagi xonalardan birida yong'in sodir etildi. 200 nafarga yaqin talabalar evakuatsiya qilindi va tan jarohati olingan fuqarolar xavfsiz hududlarga olinib, birinchi tez tibbiy yordamlar ko'rsatildi. Ushbu jarayon talabalarimiz tomonidan amalga oshirildi. O'ylaymizki, aynan hamkorlikda tashkil etilgan ushbu tadbir talabalarimizda yong'in xavfsizligi yo'nalishida, yong'indan ogohlik masalasida amaliy bilim va ko'nikmalar olishlariga xizmat qiladi.